Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi sana 2025-yilning 3-noyabr sanasi. Biz Tashkent Motors Jag avtosaloni Termiz filialidan video olyapmiz. Videomiz Jag X200 haqida. Jag X200 hammaga ma'lumki 3 xil ko'rinishda mavjud. Bartovoy, tentovka hamda premium tovarning holatida. Mashinani yaqindagina e'lon berdikki, halol nasiya savdo asosida ham sotuvni yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni boshlang'ich 35% bilan. To'liq ma'lumotni pastda raqamda qoldiraman, o'shanga chiqib bilishingiz mumkin. Va yana bitta yangilik, mashinalarimizning 2024-yilda ishlab chiqarilganlari ham hozirda sotuvda bor. O'sha mashinalardan kimda kim xarid qiladigan bo'lsa, bonus sifatida metan yoki propan o'rnatib beriladi. Mutlaqo tekin. Xo'p. Menimcha ko'pchilik tushundi. Yana ham batafsil ma'lumot olish istasangiz bemalol 90 kodi bilan 133 88 66 raqamlariga murojaat qilasiz va menejerlar qo'ldan kelgancha tushuntirib beradi. Bu motor qismlari, ichki salon bu xullas. Xo'p, Tashkent Motors har doimgidek yangilik qilishda charchamaydi. Faqatgina sizlardan bitta talab etiladigani like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmasangiz bas. O'zingizni ehtiyot qiling.